Stratning qo'lyozmalarini uloqtirdilar. Munavvar qorining gazetini kuydirdi. Bu kunlar o'tib ketacak. Hali yorug' kunlar keladi. Sen o'chira ovozingni behayo. Mana, meni otinglar, boshimni kesing. Otda. So'ramang. Yo'q, qoram. Ular meni bosmaxonamga bostirib kirishdi. Bor muqaddas kitoblarga o't qo'yishdi. Voh, bu qanday ko'rgilik? Maryam, nima bo'ldi senga? Maryam, nima bo'ldi senga? Maryam! Yo'q, uyg'otmagan. Tun bo'yi sovqatib, mincha qopmagan bo'lsa kerak. Jinday uxlab olsa. Kechiringlar, iltimos, meni kechiringlar. Majbur bo'ldim, kechiringlar. Axir bola chaqam bor, kechiringlar. Mavzuga qaytib ish ko'rmoq xayrlidir degan edi ulug' xo'jalik bobomiz Abdulla Xoliq. Senga ne bo'ldi? Sahar vaqtida gullaring so'ldi. Chaqalar barbod, qushlar ham faryod, hammasi mahzun, bo'lmasmi dilshod, bilmam ne uchun, qushlar uçmaz bahçelerimde, bahçelerimde. Birliğimizin evrenmez dağı, ümidimizin sönmez çırağı, birleşti halkı
bid'at uyqusidan uyg'oning. Yetar. Yetar bo'xton, haqorat biz zaif notavonlarga. Javobi loyiq bersak, aminlik bedavolarga. Ilm bas. Qanot aylab qilib parvoz havolarga. Asrlar e'lon, ul g'aflat uyqusidan uyg'oning. Kecha mahkam ayollar o'qimasin, ilm olmasin degan edilar. Lekin men nima qilay? Ilm olishga ishtiyoqim baland. Axir aytilgan-ku, ilm olmoq har bir mo'min musulmonlarga farzdir. Assalomu alaykum. Yaxshi rahmat. Uncha chiroyli bo'lmadi. So'nishiga qaraganda juda mazali bo'shatdi. Buni bo'laversa, buni faoliyatisini Ancha bo'ldi, tez qaytaman. hozir mana Aytgancha. sahna o'rtasida qolib Menimcha ba'zi tushlar shaytoniy bo'ladi. Ularga Maryam, biz yaqin kunlarda ikkimiz bir mushkulotga duch kelamiz chog'i. Qanday mushkulot? Nima ekan? Kecha otamning huzuriga bir insonni jo'natgan edim. Otam mening qarorimdan qat'iy norozilar shekilli. Otamni ko'mirsam bo'ladi, lekin siz tomondan bir aziyat paydo bo'ldi. Qanday aziyat? Buni aytishga sizga tilim bormaydi. Ayting, aytasiz qanday aziyat? Ota-onangiz sizni go'daklik chog'ingizda Hazrat Ishonga nasib qilgan ekan. Yaqin kunlarda talabalik o'qish rejalashtirilgan ekan. Bu borada men ham nima qilishni bilmay boshim qotib qoldi, Maryam. Afandim, men faqat sizni deganman, gap sizda. Agar siz va'dangizda mahkam tursangiz bas. Shu tomondan ma'lum bo'ldiki, javob bo'lmaganda qochamiz. Qochamiz? Ha. Qochamiz. Men hammasiga roziman. Faqat meni tashlab ketmang. Azizam, Yaxshi qolgan. jaholat, nodonlik, ma'rifatsiz umr
O'tiramiz. Adib va jurnalist Abdulla Qodiriy. Adabiy taxallusi Jo'lqumbod. Hukumat rahbarlarini obro'sizlantirishda ayblangan va tergovga tortilgan edi. Bunga Mushtum jurnalida e'lon qilingan Yig'indi gaplar nomli maqolasida Jumhur rais Yo'ldosh Oxunbobo va boshqa hukumat rahbarlarini ham qattiq tanqid qilgan. Bu masala bo'yicha tergov va surishtiruv ishlari olib borildi va Abdulla Qodiriyning aybi o'z tasdig'ini topdi. Yo'q, o'rtoq sudya, nima deyapsiz? Bu vaqt muhtomku. O'tiramiz. O'zbekiston SSR Oliy sudi Jinoyat ishlari hay'atining 1926-yil 16-iyundagi hukmi bilan mazkur ish yuzasidan Oliy sud hay'ati qaror qiladi. Mushtum jurnalining xodimi yozuvchi Abdulla Qodiriy O'zbekiston SSR Jinoyat kodeksi 73-moddasida qayd etilgan jinoyatni sodir qilib, Jumhur raisi Yo'ldosh Oxunboboyevni obro'sizlantirish maqsadida kontrrevolyutsion xarakterga ega bo'lgan maqolani o'zi ishlayotgan Mushtum jurnalida chop ettirish, shuningdek tanqidiy ruhdagi adabiyotlarni tarqatish maqsadida tayyorlash, saqlash, nazarda tutilgan jinoyatni sodir etganlikda aybli deb topilsa, Abdulla Qodiriyga 2 yil muddat ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlandi. Men e'tiroz bildiraman. Axir Abdullaxon xatoyib haqiqatni yozib kelgan yozuvchi. Bunday adibni qamash millat kelajagiga otilgan hisoblanadi. O'tiring yozuvchi Abdulhamid, sizga so'z berganim yo'q. Sizni ham ba'zi nosog'lom she'rlaringiz uchun jazo olishga tez kunda navbat keladi. Navbat? Jazo deysiz. Haqiqatni yozish jazo hisoblansa, meni ham hozirning o'zida qamashingiz mumkin. Ha, hozirning o'zida. Qamaysiz. Qamasligingiz mumkin. Ammo Abdullaxon yozgan asarlarni hech qachon xalq qalbidan o'chira olmaysiz. O'chiramiz. Hatto keyin yozmoqqa niyat qilganlarni gapiring beshon qilmoq. Sotsializmning dushmandirlar. Yo'q, nima deyapsan sen sotqin? Bunday yozuvchilarga bizning qizil va adolat jamiyatimizda o'rni yo'q. Aqlim oling. Kuni kecha o'zingiz Abdullaxon ustozim deb ko'plarga ko'tarib aytmadingizmi? Senda qadar doping tor kelsa, o'zingni otangni ham sotasan. Nima? Senlar adabiyot tomiriga tushgan jirkach qursan. Qodiriy qanaqasiga ustoz bo'lsin? Qodiriy qanaqasiga ustoz bo'lsin? Mening ustozim Bolsheviklar partiyasi. Otam esa Buyuk Stalin. Ha, Buyuk Stalin. Astagfirulloh. Bir odamdan nechta ota bo'ladi axir? Onangizga tuhmat qilmayapsizmi? Nima? Qolaversa, yaqindagina meni buzilgan o'lka degan she'rimga bo'lar bo'lmas tuzalgan o'lka deb she'r iyratga yozgan ekansiz. Boyagina otangiz boshqa emas edi. Haddingizdan oshmang. Zamon o'zgarsa otangiz ham o'zgaraverar ekan-da. Haddingizdan oshmang Abdulhamid Sulaymonov. Sizni ham asarlaringizni o'qib ko'rsa, ilmoqdor takror fikrlar materiallar bosilayotgandan xabarimiz bor. Bas qiling o'zingizni bosing Abdulhamid Cho'lpon. Bilamiz, siz yozayotgan kitoblaringizda bizga qarshi g'oyalar ilgari surilgan. Bo'xton. To'g'ri. Men haqiqatni yozganman. Ammo millatim kelajagi uchun foydali narsalarni yozganman. Bas yetar. Sudmasini yo'q deb e'lon qilaman. Hukm qat'iy, shikoyat ko'rin yo'q. Yo'q, bolam. Onajon, o'zingizni oldirib qo'ymang. Bo'ldi, yig'lamang. Hozirgi zamon shunaqa. O'tsin san tushunolmayman. Kim gapiradi? Shunaqa jamiyatimda o'tsin. Shahsekroq onaxon, siz ham o'g'lingizga qo'shilib qamaymi? Qama.
Qamar, nima qilyapsan? Olib chiqib ketinglar. Yo'q, bolam. Yo'q. Yo'q, to'q sudya, to'xtang. To'xtang, to'q sudya. Yo'q, bolam. jurnali yopildi. Hammasiga sen sababchisan, Abdumo. Kechiringlar, meni kechiringlar, iltimos, meni kechiringlar. Majbur bo'ldim, kechiringlar. Axir bola chaqam bor, kechiringlar. Iltimos, meni kechiringlar. Siz buyuk yozuvchisiz. Siz buyuk yozuvchisiz. O'tgan kunlar romaningiz shoh asar. Shoh asar. Kechiringlar. Ey millat, nimalar bo'lyapti? Yonar makon zamonlar, so'ldir o'ng so'q tomonlar, bulut to'la osmonlar, o'tgan o'tmagan kunlar. Millat, millat, xor millat, yelkanga mindi illat, to'rt yoqda zulm-u zillat, o'tgan o'tmagan. Abdulloh, yana ko'p siqilmang. Boshimizga kelg'on qora bulutlar tez orada tarqalsin. Adolat albatta qaror topilsin. Bas. Bas. Bunday yashab bo'lmaydi. Men ma'naviy jihatdan o'ldirildim. Endi men uchun jismoniy o'lim hech narsa emas. Axir Kommunistlar partiyasi nizomiga ko'ra o'zaro tanqiy jarayoni. Muammolarni hal qilish uchun faqatgina matbuot orqali erishiladi degan alohida ta'kid bor. Axir bilasiz, bu sho'ro hukumati har bir qonunni o'z foydasiga o'zgartiraveradi. Lekin bilmaysizlarki, Qodiriy bilan Cho'lponni o'ldirish mumkin, ammo ularning shoh asarlarini hech qachon o'ldira olishmaydi. Boringizga shukur, birodarim. Bu insofsizlar Avloniyning maktabini yoqdilar. Fitratning qo'lyozmalarini uloqtirdilar. Munavvar qorining gazetini kuydirdi. Agarda bizni xatti-harakatimiz ayb sanalsa, ular mudrab yotgan xalqni uyg'otish, savodli qilish, ilm ma'rifat tomon kim chorlaydi? Kim chorlaydi? Men-ku o'ldiraman. Sizlar buni bilasizlar. Qolgan birodarlarimiz ham buni yaxshi bilishadi. Biz bu yo'lni ko'ra bila turib tayyor. Nachor. Qul bo'lib yashagandan ko'ra tik turar xalq haq yo'lida olmoq afzal. Otajon, umidsizlanmang. Bugunning o'zida men O'zbekiston Ichki markaziy ijro munosabatga ariza olib boraman. Arizamni qabul qilmagunlaricha va adolatli qaror chiqarmaguncha kerak bo'lsa uning ostonasida yotib olaman. Har Chunqur rais Yo'ldosh Oxunboboga ham arz qilaman. Shu bugunning o'zida sizni ozod qilishadi. Agar men yugurib markaziy ijro xonasiga yetgunimcha kun botib, qosh qorayib qolsa, ertaga diydor qilib sonlikda ko'rishamiz ota. Onto'l sen kim? Agar sizni shu bugunoq ozod qilishmasa, menga bergan nomingiz mutlaq harom bo'lsin. Xudoon bo'ling, Abdulhamid og'a. Gражданин Qodirov, vaqtingiz tugadi. Siz bilan ketasiz. Zobit, Oilamiz senga omonat bo'ldi.
Oling menga qarab turibsiz. Yo'q, to'xtang. Yo'q, to'xtang. Unaqa bo'lishni bilmayman. Ko'ngil sen bunchalar nega kishanlar birla do'stlashding, na faryoding na doding bor, nechun sen buncha suslashding? Haqorat dilni og'ritmas, tubanlik mangu ketmasmi? Kishanlar parchalanmasmi? Qilichlar endi sinmasmi? Kishanni kiyma bo'yin egma, kiysa ham hur tug'ilgansen. Iblis tekkan oshga tegma, boshdan oyoq bo'lgansen. Millatlardan kitobayit, sust yurakka itobayit. Turkistondan ketsin sitamlar, millatlardan kitobayit. Turkistondan ketsin sitamlar, xalqlardan kitobayit. Boyning yo'qmi? Yo'q, uyg'otmagan, tun bo'yi sovqatib, mijja boqmagan bo'lsa kerak. Jinday uxlab olsin. Sen uylarga chop. Oliy ijro qo'mining barcha a'zolari tezda xonamga yig'ilishsin. Keyin bu yigitni olib, Julqinboy saqlanayotgan qamoqxonaga olib borib, otasi birinchi raqamli buyuk yozuvchi Abdulla Qodiriyni ozod qildirib, zudlik bilan o'g'ilni Samarqand darvozasidagi hovlisiga olib borib qo'ysin. Bu dunyoning ishlari odamlar ortiq sadaqalar. O'g'ri-yu kisorlar ozodlikda yurishsa, millat faxri bo'lgan buyuk yozuvchi Abdulla Qodiriy qamalsa-ya. Balki shu xayrli ish uchun kelgusi avlod Qodiriy zamonda yurtni boshqargan davlat rahbari Yo'ldosh Oxun bobo o'zi Moskvaga muti bo'lsa ham Julqinboyni qamoqdan chiqargan-ku deb men faqirni ham, ojiz rahbarni ham yaxshilik bilan
eslab qo'yishsa ajab emas. Inshaalloh. O'zbekiston Oliy ijro qo'mitasi hay'atining 1926-yil 17-iyundagi qarori. O'zbekiston Oliy sud Jinoyat ishlar bo'yicha sud rayosatining 1926-yil 17-iyundagi yozuvchi Abdulla Qodiriy Julqunboyni hibsga olish to'g'risidagi qarori bekor qilinsin, atoqli adib ozodlikka chiqarilsin va to'la oqlansin. O'zbekiston Oliy ijro qo'mitasi hay'ati qarori bilan 1926-yil 17-iyundagi O'zbekiston Oliy sud jinoyat ishlar bo'yicha sud raisi va a'zolari ustidan tergov ishlari boshlansin. Burchak olsa. Abdurahmon sizga bir necha kundan beri darslarga ham kelmay qo'ydi. Shu desangiz, mahallamizdagi odat hojdomlar xo'jayinimga kelib, o'g'lingni yangi maktabga bersang, butun mahalla sendan yuz o'giradi. Bu yerda shaytonning ilmi o'rgatiladi dedilar. Singlim, shu sabab shu mahalladagi Karimberdi bilan Rahimjon ham kelmayotgan ekanda. Singlim, qanday qilib maktab shaytonning ilmi bo'lsin? Axir bu yerda dunyoviy ilmlar bilan birga diniy ilmlarni ham teng o'qitamiz-ku. Men ham bilim tarafdorman. O'g'lim Abdurahmon bechora kechalari bilan kitob ushlab, jo'g'rofiya fanlarini yaxshi o'rgandi. Yevropa maktablarining nomlarini sanab beradi. Kuni kecha o'ris tilida bizga she'r ham yodlab bergan. Eyvoh, men maqsadimga erishibman. Qani bu munofiqlar maktabimni hech narsa deyishmasa, men maktabimdan minglab, yuzlab Abdurahmonlarni o'qitsam, millatga, xalqqa foydasi tegadigan farzandlar qilib tarbiyalasam. Mana domla, she'rni o'qib ko'ring. Nimalar deyapsiz, domla? Shaytonga qaybering. Qaybishdan bilan birovning zarjasiga bunchalar tuhmat qilyapsiz. Bu musulmonchilikka to'g'ri kelmaydi-ku axir. Musulmonchilik. Endi musulmonchilikni sen o'rganamiz, qori. Ha, so'z senga qori. So'z. Qori, bas qiling. Ortiqcha gapiryapsiz. Tuhmat. Biz shunchaki bu farzandning, bu onaning farzandi haqida gaplashayotgandik. Ha, men o'g'lim Abdurahmonning masalasi bo'yicha kelgan edim. Sen o'chira olsang behayo. Men adashmasa, Bekmurodning zavjasisan, Ha, shunday. so'p sen degan yo'lga. Boshimda yering turib.
Bu bilan safari mardonda nima ish qilasiz? Sahar mardonda. Agar biz bilsak, buni xalq oldida aytib, hammaning oldida toshbo'ron bo'lish. Shaytonga hay bering. Qanday jazo bo'lsa mana menga bering. Bu ayolda ayb yo'q. Aytgandim-a, bunaqa. Shaytonni uyidi. Shaytonni uyidi. Bugun ham maktabingga gapirsa, Bugun seni ham xalq oldida toshbo'ron qildiraman. Yo'qmayman maktabimni. Hech qachon yo'qmayman. Qori, bunaqa g'oyalarni yig'ishtiring. Aytgandim-a, oxiri voy deb. Undan ko'ra, mana bizni qo'lda Gruziyaga qo'shiling. Rusiyani qo'shiling. Orningiz ko'p bo'ladi. Men munofiq emasman. Ko'ra bila turib, qorani oq demayman. Qornim to'yishi uchun vatandoshlarimni xor qilayotganlarni maqtayman. Bundan ko'ra ochimdan o'lganim 1000 bor afzal. Vatandoshlarim mehnat evaziga kunchi kechirayotgan muddatlarga ta'sir qilayman. Qalbingiz shunchalar so'qirmi, domla? Qay vijdon bilan bu gaplarni aytyapsiz? Bugun bo'lmasa ham haqiqat bir kuni albatta qaror topacak. Haqiqat. Bu gaplaring uchun bir kun javob berasan. Javob. Hadi bu gaplaring uchun javob beraman. Falakdagi oy beti qora, mazlum millat, yuragi pora, bitta nonga muhtoj olomon, tadavoga yo'qmi hech chora. Hozir, kelavering, kim bu? Assalomu alaykum. Muratxon og'a. Sog' olasiz. So'ramang. Yo'q, qorim. Ular meni bosmaxonamga bostirib kirishdi. Bor muqaddas kitoblarga o't qo'yishdi. Voh, bu qanday ko'rgilik? Muqaddas kitoblarni yoqmoq, dunyoga o't qo'ymoq bilan barobar faqat. Muqaddas kitoblarga qo'shilib, orzu-umidlarim ham yondi, qorim. So'ramang. Mening ham sizga o'xshagan bag'rim qon najotimiz Allohdandir. Mazlum xalq qachongacha oyoq osti qilinib? Qo'ra, hali ko'rasiz. Bu kunlar o'tib ketacak. Hali yorug' kunlar keladi. Biz bu ko'rmasak ham bu kunlarni farzandlarimiz ko'radi. Ungacha biz bu yo'limizdan qaytmasdan, bu niyatimizdan qaytmasdan mardonavor harakat qilishimiz kerak, qo'ra. Bizning hayot quyoshimiz so'nayotganga o'xshaydi. Biz bu zamonga sig'madik, qorim. Ular meni Toshkentga kelganimdan xabari bor. Qorim. Shu kitoblarni yerto'langizga yashiring, iltimos. Yo'q, qo'ra, bunday demang. Men kitoblar bilan qo'shib, o'zingizni ham joningizni Meni saqlayman. o'ldirishlar. Yo'q, qo'ra. Iltimos, bunday demang. Qo'raday odamlar hech qachon Kelishdi. Boshlig'i, ana ular sana qotishyapti. Yaramasdan qotishyapti sizlar istagan odamlar. Ana! Assalomu alaykum. Qani-yu? Kimni so'rayapsiz? Men bilan o'rashma. Senikiga kirib ketganlardan xabaringiz bor. Qayoqqa yashirding? Kimni aytyapsiz? Gapingizga tushunmadim. Ali Shumatami. Men bilan o'rashishni ko'rsatib qo'yaman. Zobit til hamma joyda. Hey, bas qilinglar, to'xtang. To'xtang, bas qiling, mana qilyapsiz. Kimni so'rayapsiz? Tushunmadim men sizni. Agar qayerdaligini aytmasang, uyingni o'zaman. Sen ham o'sha ikkalachangni berasan. To'ram haqida bunday deyishga haqqingiz yo'q. To'ram avliyolar avlodida. Ha ha ha. O'zing do'stingni sotib qo'yding-ku, Qori. Dushman qayerda? Dushman emas, bu Ibratxon. Asl dushman sizlarning o'zingiz. Ibratni hech qachon sizlarga bermayman. Unda o'lasan. Roziman. Mayli, bu qarorni o'zing qabul qilding. Men orzuyimni amalga oshiraman. Tez cho'k, zobit to'pponchani ber. Tez cho'k, zobit. So'kyapti. So'nggi so'zingni ayt.
bir martlik qilib bo'laman. Bir martlik qilib bo'laman. Sizlar ey, qandaysizlar? Boshlig'im, bular sodda xalq ekan, o'zi chiqib beryapti-ku. Kim berdi xo'jayin? Siz. To'ram, nega chiqdingiz, To'ram? To'ram, nega chiqdingiz o'zi? Bir umr vijdon azobida o'lgandan bir marta o'lgan afzal qorim. Sizlar qanday odamsizlar? Boyagina seni do'sting ko'ri, sen uchun jon berishga tayyor. Bilmadim, sen hozir do'sting ko'ri uchun jon bermoqchisan. Sizlar qanday millatsizlar? Biz ulug' millatmiz. O'chara og'zingni. Ulug' millat demak. Sen savodsiz, ko'y, omad xalqsan. Bekorlarni aytsan, la'nat kelgindi. Bizning ota-bobolarimiz ilm beshigini tebratayotganda senlarning keng oyoqli edilaring. O'chara og'zingni. Itvoy cho'qib tashlayman. Siz buni qilganingiz, olimga ham shunchalar surma. Bu ishingizni tarix hech qachon kechirmaydi. Yetar, askar. Sobit, hibsga. Ashoyadan so'ng kitoblarimni ham olib ketamiz. Mening eng o'xshaydi qorim. Alloh panohida asrasin. Xudoyim sizni panohida asrasin. Kitoblarga to'ladi. O'ylamang, To'ram. Kitoblaringizni jonimdan ham aziz saqlayman, To'ram. Ey Allohim, o'zingga yo'q. Nimaiki qilgan bo'lsam, millatim, yurtim hur bo'lishi uchun qildim. O'zing niyatlarimizni o'ngidan keltirgin. Mazlum xalq oyoq osti bo'lishiga yo'l qo'ymagin. Sobit! Nega qarab turibsan, olib ket buni. Maktabingni yopding. Ozod bo'lsin, obod bo'lsin yurtimiz. Muzaffarlik urur millat burchimiz. Turkistonning cho'llarida gullar bol. Hech o'chmasin yurak to'lab o'timiz. Millat sahroni ham ardoqlab, chechak cho'llaringni quchoqlab. Ketar! Mazkur sarsidalar. Sobit, olib keting buni. Yo'q, Bu dushman. To'ram, Alloh panohida bo'ling. Qori. Maktabingni yopding. Gazetangni ham yopamiz. Yana bir kiydirishing chiqsa, qamalasanlikdan otib tashlayman. Qochding. Nimalar qilib qo'yding? Ularni tinch qo'yishmaydi-ku, bola. Ular seni
bechorasi, lekin nachorasi. Mahmudxonlarga eslama bolam Mahmudxonni. Nima uchun? Kelib ketgandi. Bir emas, bir necha marta kelib ketdi. Rahmatga ayajam. Men sizga to'g'risini aytayman. Men haydashgan ekan. Qayerga ketmoqchisan bolam? Siz ayting, endi men qayerga boray? Siz yo'l ko'rsatishni yaxshi bilasiz-ku. Axir Hazrat Eshonning uyini ham o'zingiz ko'rsatyapsiz. Siz yo'l topishni bilasiz-ku, aya. Endi men qayoqqa boray? Maktabga boray. Otang qilgan ishdan tushayman. Taqdir ekan bolam. Taqdir. Men taqdirni buzdim. Buzdim. Taqdirni buzdim. Surga ketding bolam, surga. Ayajon ayting, bu ahvol to'kigacha davom etarkan. Axir o'zingiz bilasiz. Bu olamda ma'rifat bor, aql bor, insof bor, shundaymi? Shundaymi? Nega bo'lmasa ko'zingiz ko'r, qulog'ingiz chalqirasa, aya? Befoyda. Sizlar uchun hayot shu, lekin men uchunchi? Men nega o'qidim? Nega men orzu qildim? Mening orzularim. Menchi bolam. Menchi. Dunyoga kelib nimani ko'rdim bolam? Yurdim, yo'l bosmadim. Kedim, qornim to'ymadi. Nima qilay bolam? Bugungi yurishimga borimni berdim. Yolindim, yolvordim. Allohim meni senga berdi bolam. Allohim seni ato qildi bolam. Nima qilay? Mening ma'rifatingni o'rgatmanmi? Yoki muhabbatingnimi? Nima qilay? Ha, kul. Qahqah otib kul. Sen ham kul. Ey kajraftor falak. Ey yulduzlar, siz ham kulinglar. Barchangiz kulinglar. Qahqah otib kulinglar. Mening mehribon onajonim. Siz hamisha rost edingiz. Yo'q, men sizni ayblamayman. Lekin kimda ekanligini juda yaxshi bilaman. Ayting, kiraversin. Xalqasini yashonimi kiraverishdi. Mahmudxon, siz dedingizmi? Bolam deng. Maryamxon ham shu yerda kiring. Men joyga qarab bolam kiring. To'xtanglar. Ajoyib. Sen sahnada bizga bizning oqqo'yib hayotlarni chiqarish kerak. Asosiy maqsadimiz tomoshabinlarni teatrga oshno qilmoq va mana shu jarayonni qisqarishlar ekan. Ishonchingizni olmaymiz ustoz. Biz qo'yda aktyorlik ulug' maqom. Mahmudxo'ja Behbudiy aytganlaridek, teatr ibratxona. Biz spektakllarimiz bilan insonlarni ibrat uyiga chorlamoqimiz kerak. Xo'p bo'ladi ustoz. Ana endi davom etamiz. Maryam men keldim. Maryam men hammasidan voz kechib ketdim. Maryam endi uzoq o'lkalarga qochib ketishimiz mumkin. Maryam shuni aytsanmi? Biz qutuldik hammasidan Maryam. Mahmudxon, men o'ylab qoldim. Men sizni sevardim. Sevardim. Maryam, mana deyapsan. Men rozi bo'ling. Ketdik Maryam, yo'lda gaplashamiz qolgan. Yo'q. Maryam. Qismatga qarang, qismatga shunaqa qismat bo'lmadi. Maryam ketdik. Abdo jaholatli zaharli hayot. Maryam. Maryam nima bo'ldi senga? Maryam nima bo'ldi senga? Maryam.
ajoyibsan. O'ylab qolaman. Suhbat aslida nimada? Suhbat aslida ilmda. Biz esa bilimsizlik ortidan zaharli hayotga giriftor bo'lamiz. O'ylab qolaman. Muhabbat yoki uqubat o'rtasida bunchalik bilimsiz xalqqa aylanib qolishimiz insonni bilib qo'ying. Saodat ilmda, jaholat esa bilimsizlikda. Bizning eng katta xatoyimiz bu bilimsiz xalqqa aylanib borayotganimizdir. Teatr ham ushbu sahnada ibratni va odamlar o'rtasidagi bilimsizlik qanday oqibatlarga olib kelishini ko'rsatadi. Ustoz! Ustoz! Nima bo'ldi? Ustoz! Ustozni o'ldirib ketishdi. Nima? Qaytadan o'ldirib ketishdi, ustoz. Yuring, ustoz. Sunoy! Sunoy! Menga motam tutib, qora bog'lamay, ten to'kib, bag'rin tig'lamay, Tursunoydek yovuq seving singillar, to'ks bilib ko'rmay, turmush chog'lamay. Qiz bola birovning hasbi degaylar, hasbi hol so'ramay, afsus yegaylar. Qizning huquqi yo'q, yor saylamoqqa, 50 yosh kattaroq cholga tegaylar. yil 4-oktyabr. O'sha mash'um kun milletimizning ko'pgina ziyolilari shafqatsizlarcha qatl etildi. Bular orasida Abdulla Qodiriy, Abdulhamid Sulaymonoğlu, Cho'lq, Munavvar qori, Fitratlar ham bor edi. Xo'sh, xalq dushmanlari, Munavvar qori kim? Yo'q, men. Millatimiz faxri bo'lmish Cho'lqon va Munavvar qoridan oldin meni otinglar. O'chir ovozingni. Alfabet bo'yicha otamiz. Munavvar, meni otinglar. Bunday kunni ko'rgandan ko'ra tug'ilmaganim ma'qul edi. Munavvar qori, so'nggi so'zingni ayt. Millat omon bo'lsin. La ilaha illalloh. Otlashansiz. Cho'lpa. Kel. Men Senmi? So'nggi so'zingni ayt. kishanni kiyma, bo'yin egma. Kiysen ham xo'rda olgansan. Otib tashlaysan.
hamma bakir. Qodiriy, so'nggi so'zingni ayt. Millatim qadri men uchun osmon kabi tik. Ona vatan, Turon zamin, buyuk Turkiston. Mana, meni otinglar, boshimni kesing. Otang! Otang! Har qadamda uchraydi ag'riyor. Dunyo asli chaqalakdir. Yog'averar ko'kdan qora qor. Navoiyning devonin yoqqan. Kasga kirib tepaga boqqan. Yuragimda sulton yurar. Kiprikdan ko'z yosh oqqan. Ko'z o'ngimda dunyo so'raydi. Oq orzular birdan qoraydi. Millatni tan ketar muzillab. Oftob etgan nur tilim saydi. Kendine kurban